يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaikum, Şərq Türkistanlıq əziz qərindaşlarım. Mana bugün biz bütün dünya Müslümanları çəksiz hayacan və təşnalıq içində 11 ayının sultanı mübarək Ramazan ayına şərəf bilən qədəm bastıq. Muşunda xasiyetlik bir ayının yetib keliş münasibeti bilen Dünya Qurultayı namidin vətən içi və sirtidiki bütün xalqimizning ushbu Ramazan ayını yürekten qutlayman. Allah ibadetimizni, dualarımızı qabul qilgay. Ulug' ro'zining xosiyati bilan hammamizga hidoyat ato qilgay. Aziz qarindoshlar, har qatim bütün dünya musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mana shunday xosiyatli kunlar yetib kelganda vatanimizda Xitoy zulm ostida azob chekayotgan xalqimiz Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida, majburiy emgak maydonlarida jon talashayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz Xitoyning ichki o'lkalarida qul o'rinda mecburi işletilayotgan qarindoshlarimiz yana shundaqla vatansizlik dardidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yoranlarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va bundan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharqiy Turkiston kommunist Xitoyning tajovuzchilik uchirgandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kunimi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish bilan va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muajiratchi qarindoshlarimiz-mi vatandik ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaradorlari va suyimli xalqining dard piyg'ollarida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugungidek kunlarni kutib olishga majbur bo'lib keldik. Qisqasi, zolim kommunist Xitoy hokimiyati xalqimizning har qatimliq muborak Ramazon oyini azap oqibat ve zulümü to'lgan cehennem eğe aylandırdı. Hakikat şunu ispatladı ki, eğer biz cesaret ve küreş bilen öz erkinligimizni ve milli müstakilimizni qo'lga olmaydikanmiz, bizge ebediyen tinchlik, xotirjamlik ve baxt saadet yok. Yani shundaqla Allah aldı ki, musulmonlik mecburiyetimizni azatlık içinde ada qilishdimu mangu söz açamaymiz. Aziz qarindoshlar, bugün 21. asırda dünyanın göz aldıda Şərq Türkistanlıkla uçuruyotgan irqiy qirg'inchilik bütün xalqaro jamoatchilik uyg'otdi. Xalqaro jamoatchilik bunun hisobini so'rash uchun harakatga o'tdi. Mana shunday xalqliq bir paytda barliq Şərq Türkistan xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik saf qurib, Şərq Türkistan davasini kuchaytirish yo'lida yuksak shajoat va fidokorlik ro'yi bilan millet süptide ciddi hareket ötüşümüz her vakitkiden texmo zörür olmakta. Şuna aziz qarindoshlarım, mana bu ulug' ay ve ulug' kunlarda her bir ibadetimizde Allah'tan vatanimiz Şərq Türkistan'a azatlık, halkımızga hürlük dileyli. Öz halkımızın hürlüki ve erkinlik yolunda şehit bo'lgan aziz şehitlerimizin ro'yiga Fatiha o'qiyli, ularning suyimli ota-ona ve urug' tuqqanlarga sabr tileyli. Her qatimliq iftarlarımızda, dua talavatlarımızda Cenab-ı Allah'tan Xitoyning zindonlarida azap oqibat chekayotgan sonsizligan botir azmatlarimizning azobini yengiltishni tilab dua qilayli. Ko'z yoshlarimiz her zaman vatan ichidagi mehribon xalqimizning ko'z yoshlari bilan birga bo'lsin. Mana bu mübarek ayni Allah'ning buyrug'idek xayri saxovat, diyonat, ihson, şefkat, birlik, ittifaklık, dostluk, hemkarlık ve sevgi eğe aylandıraylı. Ushbu mübarek günlerde her qaysi ellerinin turmalarida ve lagerlarda azap oqibat chekayotgan qarindoshlarımızga Allah'tan kuch, kuvvet, nusret dileydi. Ularga yordam qo'limizni sunishni bir insani, milli, dini ve qarindoshlik burchi deb bilayli. Hemmimiz özara adavet ve ihtilaflarını kalbimizden sakıt kılıp, vatan içinde, zulüm içinde can talışlatkan halkımızın hürlüki ve azatlık için milli küreş yolumuzda birlikte ilgirleydi. Hemmimizden mübarek rozasıga tekrar mübarek olsun.